Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mijozlar. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan bir qavatli 200 metr kvadrat hovli-joyni e'tiborlaringizga havola etaman. Bu bizning turgan yerimiz Urganch shahar Olimpiya stadionining orqa tomoni. Mesta ajoyib. Shu ko'rib turgan yo'ldan 5-avtobus qatnaydi. Stadionning orqa tomonidagi ko'chalardan biri. Şu yerda bir hovli joyimiz sotuvga qo'yilayotir. Mana shu joy. Adlarning naveslarini ko'rib turibsizlar. Katta qilib naves qilingan. Mashina qo'yish uchun ham spetsial mestasi bor o'ng tomonida. Ko'chani kengligi yomon emas. Tinch, ajoyib yer. Yana chiqadigan bo'lsa, Karat Center bozori olib chiqadi bu ko'chaning to'ri. Yan tarafimiz stadion. Şu joyni aziz do'stlar birgalikda ko'rib chiqamiz. Moshni navislar qilingan ekan, agrajdeniylar. Mashinalarni shu o'ng tomonda bemalol qo'yib, hatto 2 mashina ham sig'adi ekan bu yerga. Kengligi yomon emas. Bu fasad qismi. Shu zinalardan joyimizga chiqib boramiz. Şimdi demir eshiklar o'rnatilgan. Joyimiz 100% pol etilgan, o'zini otopleniyasini ega, remontdan chiqqan tayyor holatda doğru olib yashab ketadigan joy. Kelganimizning chap qo'ldagina ko'rib turgan bo'lsangizlar, chiroyli rakvinalar o'rnatilgan, ko'lish uskunalari, kafillar urilgan, shunday chiroyli perdalar ustanovka etilgan ekan. O'ng tomonimizda yerinde otopleniyasi joylashgan kotyol qismi uyimizni bemalol issiqqina aytib qizdirib biladi. Shunda berimiz yana girganimizdan katta dalon. Ajoyib dalon. Lyustralarni yana chiroylisidan qo'yganlar. O'ng tomonimizda zal. Zalga girib boramiz. Shunday katta zalini ega. Mebellarni ko'rib olishlaringiz mumkin, chiroyli mebellar bilan döşelip ajoyib holatda turibdi zalimiz yine. Remontlarni e'tibor etinglar. Ajoyib ob'o'ylar bilan remont qilingan. Konditsionerlar ham bor ekan. Bir zal qismi kattaligini yine görüp olishlaringiz mumkin. Bemalol mehmonlar shu yerda tashkillanib berib ajoyib bazm qilsa bo'ladigan zal. Shunda zalini ko'rib oldik. Dalonni yine ko'rib turibsizlar. Keng mo'l ajoyib. Tinch yer shahrimizni elitni ko'chalaridan biri, elitni joylaridan biri. Bu yerimizda spalnya xona, spalnyasi ham kattagina, ajoyib. Ko'p odam qiziqadi, nechun sotyapti, ajoyib yer ekan, zo'r joy ekan deb ko'p joylarimizni qiziqadilar. Bu joyimizni sotishdan maqsad kattaytirish. Bundan ham katta joy olish. Chunki oilada yengayish bo'lgan, odam ko'paygan, shuni hisobini ulug'roq joy olish istagida bu joyni sotyaptilar. Bu yerda yana bir spalnya xona. Remont qilingan, tayyor joy. Beri kuxnya qismi. Ko'rib turganlaringizdek, mebellar qo'yilgan. Bu territoriyada suvdan, svetdan, gazdan aziz do'stlar muammo yo'q. Sanuzyol yine shu yerda joylashgan. Sanuzyolni ham ko'rsatib o'taman. Barcha santexnikasi yangidan qo'yilgan ekan. Vannalari,
Kafirlar urilgan, vitishkalari bor, unitazlar ham barchasi yangidan qo'yilgan ekan. Yine bu yerimizda yana bir katta xona tushgan. Katta xona. Dalan to'rinda. Bu yerdan bir zolat qo'ysanizlar bo'ladi bemalol. Yine bir yerinden bog' qismini o'tiladi aziz do'stlar. Yeri bog' qismi. Yerdan düzüp mangal, barbekü zona etip chiroyli düzüp qo'ysanizlar bo'ladi. Tapchallarni tashlab berib. Xullas bir qavatli 200 metr kvadrat uy. Bu yerda yana dokumentlarni ham ko'rsatib o'tishim mumkin. Dokumentlari 100% tayyor holatda turibdi. Bemalol sotib olib yashashlaringiz mumkin. Bunda yana yozilgan. 200 metr kvadrat egallab turgan maydoni. Xullas, yana dokumentlar ham tayyor. To'g'ri adlaringiz ham o'tadi. Hujjatlaridan muammo yo'q. Joyini kelib ko'rib, savdolashib sotib olaverasizlar. Narx-navosini, telefon raqamlarini videorolikni pastida har doimgidek yozib qoldiramiz. Umumiy hisobda shu dalanidan tashqari bir zal, 2 zal, 2 spalnyasini ega. Bundan tashqari kuxnyasi, bog'i bor. Kichkina oila ajoyib hazzatib yashaydi bu yerda. Yine shunday like'larni bosib, bizlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Sizlarga yanada chiroyli, yanada go'zal, ajoyib hovli joylarni umuman olganda ko'chmas mulklarni sizlarga e'tiborlaringizga havola etib boraveramiz. Keyingi videoroliklarimizda görüşünce sağ salomat bo'lasizlar.